Tadbir davomida ishtirokchilar Buyuk Sarkarda Amir Temurning davlatchilik faoliyati va temuriyshunos olim Turg'un Fayziyevning ilmiy izlanishlari haqida o'zaro fikr almashmoqdalar. Shuningdek, yosh avlodni tarixiy merosga hurmat va ehtirom ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Turg'un Fayziyev Amir Temur temuriylar avlodlari, zurriyotlari haqida juda ko'p ma'lumotlarni to'plab, ya'ni u kishi o'sha hatto birinchi tillarni ham yaxshi bilardilar. Ko'pincha arab tilida yozilgan edi va mana shu manbalarni topib, fidoyilik bilan birov buyurmagan u kishiga. Mana shu ishni qilgin demagan. Lekin o'zlari mana shularni to'plab, hammasini tarjima qilib, birinchi bo'lib xalqqa yetkazgan olimlardan biri mana shu. Shuning uchun ham u kishi tabarruk zot. Men u kishi bilan birgalikda uzoq yillar birga hamsuhbat bo'ldik. Anga ustozlik qildilar, hatto mustaqillikni dastlabki yillarida e'lon qilgan asarlarning o'zi juda katta biz uchun ilmiy meros va bu merosni o'rganishimiz kerak. Mana bu yil ustozni 100 yilligi, o'sha xotira kechasini mana tashkillashtirib, Turon kutubxonasida, Turon axborot markazida o'tkazyapmiz. Tadbirda olimning ilmiy ishlari, temuriylar tarixi bo'yicha yondashuvlarga e'tibor qaratildi. Turg'un Fayziyev 16-19 asrlarda Buxoro feodal jamiyatida qul kuchidan foydalanishga doir hujjatlar nomli dissertatsiyasini himoya qilib, tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini qo'lga kiritgan. Olim 18 ta monografiya va risolalar, shuningdek 250 dan ortiq ilmiy va ilmiy ommabop maqolalar yaratgan. Turg'un Fayziyev bu birinchi bo'lib Zebiniso o'zbek shoirasi to'g'risida piyesa yozgan. Zebiniso begimdek ilm-fan homiysi, ham shoira, o'zi malika bo'lib turib, men g'aribman deb o'zini tanishtirgan. Ilm-fanga homiylik qilgan. Bu temuriylarga o'xshagan homiylar bo'lmagan. Mana shuni biz Turg'un akaning kitobidan o'qib bilganmiz. Turg'un akaning kitobidan, o'sha temuriylar shajarasidan hozir O'zbekistonda bir guruh temurshunoslar paydo bo'ldi. Ularning ko'pchiligi mana shu Turg'un Fayziyevni temuriylar shajarasini u qomusiy xarakteriga ega 300 ga yaqin temuriylar to'g'risida ma'lumotlar bor. O'sha ichida bitta mavzusini olib kandidatlik, doktorlik qilishyapti. Bu yil mamlakatimizda Amir Temurning 690 yilligi keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Turon axborot kutubxona markazimizda Temuriylar tarixi muzeyi bilan hamkorlikda tariximiz bilimdoni, fidoyi inson Turg'un Fayziyevning xotirasiga bag'ishlangan ilmiy ma'naviy tadbir bo'lib o'tayapti. Bu kabi tadbirlar O'zbekistonimizning ilm fani rivojiga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylaymiz. Shu bilan birga Turg'un Fayziyevning Temuriylar shajarasi va Temuriy malikalar asarlari haqida ham so'z yuritildi. Temuriylar shajarasi sohibqiron avlodlari va Temuriylar davri haqida yangi tarixiy dalillarni ochib beradi. Tadqiqot jarayonida 190 dan ortiq shahzodalar va 300 dan ziyod Temuriy malikalar shaxsi aniqlangan. Temuriy malikalar asarida Saroy mulki xonim, Gavharshod begim, Zebinso begim kabi iste'dodli ayollarning hayoti, ilmiy va siyosiy faoliyati qiziqarli va batafsil yoritilgan. Ushbu asarlar Temuriylar davrining boy tarixini chuqurroq anglash imkonini beradi va olimning ilmiy merosini yanada qadrlashga xizmat qiladi. Temuriylar shajarasi asari yetilganda mana hozir ta'kidlashdi. Bu asar shunday bir asarki, bu maqtash yoki boshqa emas. Biz har bir kitobda ko'rishimiz mumkin, faqat hukmronlik qilgan Temuriylar haqida ma'lumot beriladi. Mana o'sha Bozburtda asarini olaylik yoki boshqa asarlarni olaylik. Temuriylar shajarasi asari esa aynan hukmronlik qilgan shahzodalar bilan birgalikda hukmronlik qilmagan yoki qaysidir bir viloyatda noyib bo'lgan yoki oddiy bir hayot kechirib o'tgan insonlar, Temur xonadoni vakillari haqida ham to'liq bir ma'lumotlar berilgan. Turg'un Fayziyev tariximizdagi betakror, o'zini ilm yo'lida fido qilgan, juda katta mehnat qilgan, temirshunoslikni boyitgan eng ulkan olimlardan bittasi hisoblanadi. Birinchi marta biz Gavharshod begimni ham juda katta qurdirgan madrasalari, Mashhaddagi qurilishlari, siyosatda juda katta rol o'ynagani, ma'naviy hayotdagi o'rni, qanday bir davlat boshqaruvida rol o'ynagani, yoki Bibi xonim deymizmi, yoki Xonzoda begim deymizmi, yo Arjumand bonu o'sha sevgi qasri qurilgani, o'sha Toj Mahal qurilganlari hammasini biz Turg'un Fayziyev orqali o'rganganmiz. Tarixiy tasavvurlarimiz Turg'un Fayziyev asarlari orqali
bizda shakllangan va o'zimiz ham o'qib davralarda ham aytib yurganmiz. Tadbirda Turg'un Fayziyevning boy ilmiy merosi bugungi o'zbek ilm fani uchun beqiyos xazina ekanligi yana bir bor e'tirof etildi. Bu esa olimning qoldirgan ilmiy asarlari kelajak avlod uchun muhim manba bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi. Zokir Mo'minov, Avazbek Sa'dullayev bugun dastur uchun.